Mana plantatsiyalar tutlarimiz bari ilma teshik bo'lib qurtib yotibdi mana. Bu joylarga 10 ta traktor kelgan. Manlavayda yotibdi, yetib kelmayapti, bu joylarga sepmayapti. Tamom dabdil bo'lib ketgan mana. Barg yo'q, ilma teshik yeb tashlagan. Nazorat yo'q. Kim bularga javob beradi bilmayman mana. Dorini olib, sadarkani olib, deganni qilib yuribdilar. Shunday zo'r barglar, ilma teshik. Mana shu 1 kilometrdan ko'p plantatsiya. Bu yoqqa traktor ham kelmaydi. Ilma teshik bo'lib ketgan mana. Juda ayanchli holatda. Mana shu joylarga sepmaydi. Necha marta aytganmiz. Oldinroq sepsa mana shunaqa holat bo'lmasdi mana. Bir chekadan ilma teshik bo'lib ketgan. Doka qilib tashlagan, doka. Qarang. Boshdan oxirigacha. Intimmolikmi bular nima? Umuman bu tomonlarga kelib traktorda izi ham yo'qda kelmaydi mana. 10 ta 20 ta traktor kelganmiz deydi mana. Qurib ketgan. Faqat shu qog'ozda ketyapti, sepildi, buni nazorat qiladigan tashkilot yo'qmi buni? Qarang. Ketavergan 1 kilometrda o'zi 2 qator tut sayz paytda ekilgan. Qancha bu yerda? Barg bor, ipak qurtiga mana oziqa bo'ladi. Qarang. Sog' barg yo'q. Ilma teshik terimta bo'lmasa. Ketavergan mana oxirigacha mana shu holat. Mana. YouTube'ga tashlaymiz buni. Ayanchli holat. Mana yaqinda urganlardi, mana yoshlar. Ularga ham tushgan mana. Bir chekadan yeb kelyapti. Qurib qolgan. Dokasini chiqarib tashlagan, doka. Mana. Nechalarda o'pkasi qolmagan bu. Koronavirus bularga koronavirus kelibdi mana, o'pkani yeb qo'yapti deydi virus. Yeb qo'ygan mana. O'pka qolmagan. Doka bo'lib qolganda. Chisti bu. Daraxtga kelgan koronavirus ekanda. Koronavirus. Texnikalar kelyapti, dorilar berilyapti. Lekin joyida mana sepilmayapti. Buni qarang. Doka, salfetka oyog'i ko'rinyapti. Yeb tashlagan. Nazorat qilinglar buniga. Mana biz suv ochganmiz. Bu suv daraxtlarga qo'yilgan bilan shoxidagi zarar kunandarni yo'q qilishga bizda hech qanday dori-darmon yo'q, texnika yo'q. Tashlaymiz mana YouTube'ga. Xudo xolasa yetib borar endi tegishli tashkilotlarga.